Misol DTM 2025 da sizga tushib qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Demak, shaklda O markazli aylanani radiuslari 4 va 6, ya'ni katta va kichkinani. Agar AB yoy 2pi bo'lsa, ya'ni mana bu joy 2pi ga teng bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini toping. Yaxshi. Demak, markaziy burchak, sektor, segment mavzulariga doir misol. Yaxshi, bizga eng birinchi kerak bo'ladigan narsa mana shu markaziy burchak, ya'ni alfa burchak. Shuni topib olishimiz kerak. Qanday topamiz? Mana bu yerda 2pi yoyni uzunligidan topamiz. Ya'ni biz bilamiz, ma'lum bir yoyni uzunligini formulasi 2pi(r) ko'paygan alfa pastda 360 gradusligini topamiz. Ya'ni mana shu 2pi bizda, mana 2pi. Xo'p, 2pi bu formulada ham bor. Radiusimiz endi kichkina aylanani bo'lgani uchun 4 qo'yamiz. Markaziy burchagimiz alfa va 360 gradus. Endi 2pi bilan 2pi ketadi. Bu qisqaradi 90 gradus va o'z-o'zidan alfamiz bizda 90 gradusliga kelib chiqadi. Demak, markaziy burchagimiz mana bu 90 gradus ekan. 90. Yaxshi. Endi mana bu to'liq radiusli katta aylana bo'yicha mana shu sektorni yuzini topamiz. Ya'ni sektor yuzi sektor formulasi pi(r) kvadrat alfa taqsimda 360. Bizda pi bor, radiusimiz 6 ga teng, 6 ning kvadrati. Demak, alfamiz 90 gradus. 360. Demak, qisqartirsak 10 bo'ladi. 90 ni 10 ga bo'lsak 9pi bo'ladi. Demak, mana bu katta uchburchak shaklimizni, ya'ni uchburchak yoyimizni uzunligi, ya'ni yuzasi 9pi ekan. Endi xuddi shu ishni kichkina mana bu shakl bilan bajaramiz. Mana bu yoy sektorni yuzini topamiz. Demak, bu 1 desak, S sektor 2. Ya'ni kichkinachasi. Xo'p, pi radiusimiz bizda 4 ga teng, ya'ni 4 ning kvadrati, alfamiz o'sha 90 gradus. Pastda 360 gradus. Endi 90 ni 360 ga qisqartirsak 4, 16 ni 4 ga bo'lsak 4pi. Demak, mana bu shaklimiz 4pi. Endi o'rtada bo'yalganini topish uchun sektor 1 dan sektor 2 ni ayiramiz. Ya'ni demak, delta S ni topish uchun biz 9pi dan ayiramiz 4pi ni. Demak, 5pi bo'lar ekan. Demak, bu misol DTM 2025 da sizga tushib qolsa, uning javobi 5pi. Videoga like bosish, komment yozish, abituriyentlarga ulashish esdan chiqmasin. Imtihonga oz qoldi. Barchaga omad.